Uyghur qirg'inchiligi haqidagi ayblashlarga inkas qaytargan Xitoy doiralari Uyg'urlarning haq-huquqlarini to'liq qo'g'dayotganligi haqidagi tashviqotlar orasida rayonda milliy til, yoziq va milliy ma'arifning qo'g'dilayotganligini ilgari surgan edi. Erkin Osiyo radiosi muxbirining egallagan bu vaqtdagi uchurlardan Xitoy tashviqotidagi mazkur ma'lumotning qip-qizil yolg'onligi yana bir qatim dalillandi. Mazkur radioga kelgan ovoz xotirasi shaklidagi bir inkasda ma'lum bo'lishicha, navbatda Xitoy o'lkalarida yashayotgan kalpinlik bir Uyg'ur Xitoy axborotining yuqorqi xabarini anglagandan keyin yurti kalpinga telefon qilib, qo'shnisining o'qishsiz qolgan ikki bolasini maktabga o'rlashtirish haqida aloqador xodimdan ma'lumot so'ragan. Ma'rif xodimi hozir kalpinda butun o'quvchilarning davlat tilida tarbiya oladiganligini aytgan. İnkas qilg'uchi bolalarning Uyg'urcha o'qish imkoni bor yo'qligini so'raganda, mazkur xodim kalpinda ma'arifda davlat tilining umumlashib bo'lganligini takrorlagan. Hong Kong Qonun Kengashining Xitoyparast a'zosi Yi Liushi bir necha kun ilgari Twitterda Xitoyda dillara bog' o'xshash donliq Uyg'ur ayol cho'lponlari bor. Bu Xinjiangda irqiy qirg'inchilik yo'qligini isbotlaydi degandan keyin uning bu so'zi Twitter abonentlarining masxarasini qo'zg'adi. Yi Liushi Twitterda mundaq deb yozdi: Amerika Xitoyni Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik bilan ayblaydi. Ammo dillara bog' Xitoyning eng donliq cho'lponlarining biri. U Xinjiangdagi birdan-bir muvaffaqiyat hikoyasi emas. Irqiy qirg'inchilik na'dan kelgan? Uning Twitterga tushgan inkaslarda bir qism to'rdoshlar Yi Liushining Twitterdan burun o'zining ommaviy munosabat direktori bilan maslahatlashishi kerakligini, Xitoyni xijil qilmasligi kerakligini o'tirib qo'ydi. Ba'zi to'rdoshlar bu Twitterda ko'rsatilgandek Yi Liushining aql va samimiyat saviyasidan gumonlandi. Ko'chirmakashlik qilmasdan Stanford universitetining magistrlik unvoniga erishishining mumkin emasligini aytdi. Yana nurg'un kishilar Yi Liushining logikali xatolik sodir qilganligini ko'rsatdi. Uyg'ur ayol cho'lpini olqishga erishdi. Ammo bu butkul Uyg'ur millatining bostirilmaganidan derak bermaydi. Nanjang cho'ng qirg'inchiligidan keyin yanala hayot qolganlar bor. Undaqda qirg'inchilik yo'q deyish mumkinmi? Yana ba'zilar natsist Germaniyasini misol qilib, ayni vaqtda Germaniya yuqori qatlamadimi Yahudi pushtidan bo'lgan kishilar bor edi. Ammo bu Yahudilarning qirg'in qilinganligini inkor qilmaydi. Amerika Davlatlik axborotga qarshi turish bexatarlik markazining sobiq boshlig'i William Ivanina mundaq dedi: Xitoy hukumati koronavirus tekshirish markazi qurish bahonasida Amerikadagi nurg'un kishining shaxsiy uchurlarini o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Ivanina Beijing Amerikaliklarning DNA'si qatorliq sog'lomlik uchurlarini to'plamoqchi bo'layotganligini ogohlantirdi. Sobiq axborot xodimi bu sonliq ma'lumotning aqliy iqtidorliq uy, sensor va 5G tor orqali qo'lga keltirilganligini, bu xil usulning Xitoyning kasalliklarni davolash va qo'llangan texnikalarni monopol qilishni maqsad qiladiganligini o'tirib qo'ydi. William Ivanina yana biotexnika shirkati Beijing Gen instituti haqida to'xtaldi. U Amerikadagi 5 shtatda yuqori texnikalik koronavirus tekshirish tajribaxonasi qurishni o'tirg'a qo'ygan bu shirkatning yig'ilgan qon avrishkisini boshqa maqsadlarda ishlatishi mumkinligini aytdi. Xitoy dengiz sohili muhofazat atritining davlatning egilik huquqiga rioya qilmagan unsurlarga, ya'ni Xitoy dengiz tavalligiga kirgan paraxotlarga o'q chiqarish huquqi berilishiga doir qonun taklifini ma'qullagandan keyin Yaponiyaning jiddiy holatga o'tganligi ilgari surildi. Yaponiya vaqti gazetidagi xabarlarga asoslanganda, ismini oshkorlashni xohlamagan Yaponiya tashqi ishlar ministrligi mas'ullaridan birisi Xitoyda ma'qullangan qonunning xalqaro qonunni asos qilgan dunyo tartibiga buzg'unchilik qilishi mumkinligi haqida ogohlantirish bergan. Xabarda Tokio hukumatining Xitoy bilan to'qinish subyekti bo'lgan Sharqi dengizidagi talash-tortishlik Senkaku orolida yuz berishi ehtimoli yuqori harbiy harakatga tayyorlik qilayotganligi va jiddiy holat saviyasida ekanligi bildirildi. Birma armiyasining harbiy o'zgarishida Birma prezidenti bilan davlat kengashining boshlig'i va tashqi ishlar ministri Aung San Suu Kyi tutqun qilindi.
Birmada hokimiyat pishidagi davlat demokratiyasi birlashmasining bayonotchisi Myonyot, prezident Win Min, Sochi va partiyaning boshqa mas'ullarining atigan tarafda armiya tarafidan tutqun qilinganligini e'lon qildi. Birma armiyasi bayonot e'lon qilib, 1 fevral atiganda amalga oshgan tutqun qilishlardan keyin harbiy o'zgarish bo'lganligini, davlatga armiya shtab boshlig'i Min Aung Hlaingning hukmronlik qiladiganligini, jiddiy holat yurgizilganligini va armiyaning davlatga 1 yil hukmronlik qiladiganligini uqtirgan. Birma armiyasi Aung San Suu Kyi'ning partiyasining g'alabasi bilan oxirlashgan saylamda soxtapazlik qilganligini ilgari surgan edi.